uchun desa chiroq. Bab chiroq yoqasiz. U ham yorug'lik beradi, ham issiqlik beradi. Bitta yoqasiz 1 minutda siz ishtoningizni yechguningizcha hojatxonada 35 gradusli xona bo'lsa, yaxshimi yomonmi? Bitta chiroq bilan. Ya istadi u. Ana osonmi? Ana kichkina bagavatorga o'xshagan chiroqlar bo'ladi-ku. Mana katta lampali, shunaqa dotlar. ha? Bitta mana chiroqchilardan so'rang, men o'sha og'aynim o'zi olib borib qo'ydi, o'sha uzoqroqdagi tualeti. Ariston qo'yib qo'ygan, issiq suv bor, lekin xonani o'zi sovuq. Men o'zim ko'rgan, mana shunda chiroq, bunda lampalari ketgan, именно обогрев uchun. Ham yorug'lik beradi, ham isitadi. 35-38 gradus zo'r-da, 1 minutda. Xo'p, chiroqchilardan so'raylik bo'lmasam. Ya. Tanishsa bo'lsin. Lekin shunaqa yengilliklardan foydalanish kerak-da. Hozir siz aytayotgan tosh bor-ku, u ventilyatorga o'xshab aylantiraveradi sho'chchiyi. U qizdirguncha. Tosh qizdir, u yoqdagi suv sepguningizcha, voy, limit do'd devoradi.